Barchaga assalomu alaykum. Do'stlar, mana bugun xudo xolasa avgustga payvand to'lagan ko'chatlarimizga vitaminlar chachyapmiz. Mana o'shlar ko'p do'stlar, o'shlari o'ta zo'r. Xudo xolasa gizirlar 5 bu. Naryoqdacha biselimiz bor. Burada 10 mingtacha payvand qiladigan, xudo xolasa payvand taglarimiz bor. Behi, nok hammasi qarayapmiz do'stlar. Avgustga payvand qilishni boshlaymiz 15lardan. 1,5 gektar yer maydonida o'shlarni xudo xolasa bugungi kun chistoyimiz 15-iyun 2025-yil. Farg'onalik bog'bon kanalini kuzatib boruvchi obunachilar, kimga qanaqa navdagi ko'chat kerak bo'lsa, bizga bog'lanaverasizlar. Sababi ishonch 100%, garantdan 100% beramiz. Sababi bu ko'chatlar to mashg'ulotda 2 yil davomida sotilish, meva jarayongacha o'zimiz qaraymiz. Birinchi qo'ldan o'tadi ko'chatlar, unaqa chalkash-palkash ko'chatlar bo'lmaydi. Xudo xolasa 10nidan sveji ko'chirib beramiz kuzda. Sog' bo'lasizlar, biz kuzatishda davom etinglar. Kunli yangiliklarni tashlab boramiz do'stlar. Mana ko'chatlarimiz o'shlariga bitta baho berib, ko'chat tanishlarga videoni jo'natib qo'yasizlar. Xudo xolasa baklari ham mana tim qora donlarni solib, suvlarni ochganmiz. Yana tepasidan vitaminlar chachyapmiz. Hozirgi vitaminga aralashtirganmiz. Sho'rga, o'rgamchkanaga yana bir qator amayt bilan boshqa dorilardan sachyapmiz. Sog' bo'lasizlar do'stlar.